Assalomu alaykum, hurmatli yurtdoshlar, hurmatli obunachilar, uzoq yaqindan kuzatayotgan jigarlar, sog' bo'linglar, omon bo'linglar. Sizlar uchun har doim arzon uy-joylarni chiqarishda davom etamiz. Bugungi manzilimiz Toshkent viloyati Nurafshon shahri Muqimiy mahalla fuqarolar yig'ini Shodlik ko'chasida 2 sotikli tayyor uy-joyimiz, xonadonimiz sotuvga qo'yildi. Hamma holat zo'r. Remontiga, joylashishiga gap yo'q. Ichidagi mebel texnikalarni xudo xolasa puliga kelishsanglar qoladi ayrim narsalar. Puliga kelishmasanglar ayrim narsalar ketadi. Endi ikkita tarafni kelishuviga bog'liq. Ko'chalarni ko'ryapsizlar mana. Jiloy mahalla betlar buzilish, qurilish sinovga tushmagan. Yangi mahalla maqomi berilgan. Mana hamma tomonlama ko'cha. Nurafshon shahrining sentrida turamiz. Qo'yliqqacha turgan joyimizdan 20 kilometr, Food Citygacha 16 kilometr uzoqlikda turamiz. Xonadon gazam, suvam, svetam, internet hammasi o'tgan. Kadastr zo'r holatda o'zlarining nomida. Puliga kelishsanglar gazini bosib o'radigan joyi. Bog'cha, maktab, magazin hamma narsa bor. Ikkita tomonlama bozor, masjid, Prezident maktabi, Nurafshon City, Yevropeyskiy maktab, O'zbek maktab hammasi bor. Holat zo'r. Mana shu xonadon. Fasadni ko'ryapsizlar. 2 sotikli xonadonimiz boshlang'ich narxi 53.500 AQSh dollari so'ralyapti. Ya'ni o'tadigan, kelishadigan joyi bor. Xonadonga ichkariga kiramiz, obzorni boshlaymiz. Qani ketdik. Xonadonga kirib chiqqandan keyin orqa tarafida joyi bor, uni ham ko'rsatamiz. Plus bonusiga qo'yapti. Hovli mana ko'ringlar. Bemalol bitta katta mashina sig'adi. Yashil hududi bor o'zini mana ko'rishinglar mumkin. Xonadon mana fasad. Remont hammasi ideal holatda. Gazoviy sho'tchiklar mana kirgan. Mana. Hammasi holati zo'r. Bu yoqda suv hovlaniki, mana orqa tarafi. Uyda remonti vaqti ideal holatda. Hovlini ko'ryapsizlar endi. Bruschatkalar yotqizilgan. Pumpda suvni sho'tchigi pumpda turadi mana. Xonadonga kiramiz. Eshiklarni ko'ryapsizlar mana. Qalin, talstasenli temir eshiklardan xudo xolasa. Bismillahirrohmanirrohim. Koridor mana. Так, свет включили? Нет, сейчас включу. Так. Xonadon egalari bilan rus tilida gaplashaverasizlar. Pastda egalarining raqamlarini tashib ketamiz. Mana koridor, ko'ryapsizlar mana tepalari. Xonadon to'pli pol, teglari ham issiq. Uy joyga gap yo'q. Oshxonadan boshlaymiz. Mana. Xonadon juda ham zo'r holatda. Remont ko'ryapsizlar, hazil aka. Mablag' sarflanmagan. Mana narsalar bor-ku, hammasi qoladi bular. Mana issiq suv, sovuq suv hammasi bor, muammo yo'q. Mana suvni ko'ryapsizlar. Uy joyga gap yo'q. Oynalar mana tashqariga qaragan akfadan. 2 sotikli yangi novostroyka 100% pishgan qishga qurilgan xonadonimiz 53.500 so'ralyapti. Nurafshon shahrining yuragida turamiz. Bu yoqda mana farzandlaringiz uchun yotoqxona. Ko'ryapsizlar, juda ham zo'r holatda. Tepalari, pol, patolon hammasi zo'r. Teglari laminat, to'pli pol hammasi. Oynalar tashqariga qaragan, reshotkalar qo'yilgan. Xo'sh. Bu yoqqa o'tamiz. Bu yoqda mana sanuzel ko'rsataverasiz. Hojatxonasi, yuz qo'lli yuvishga hamma narsasi bor. Mana shkaflarni endi balkim tashab ketar, balkim olib ketar, gaplashishinglarga bog'liq. Xo'sh, bu yoqda yotoqxona, kattalar yotoqxonasi, spalni, mana televizor, hamma narsa qo'yilgan. Oynalar tashqariga qaragan. Mana ko'rishinglar mumkin. Panjaralari bor, moskitni setkalari bor. Orqa tarafda yer ham shu xonadonga qarashli. Hozir chiqib ko'rsatamiz uni ham. Bemalol qo'y, mol, tovuqxona qilib qo'ysa bo'ladi. Sababi orqa tarafni yo'q dalada. Patologlar mana remontga gap yo'q, aytmoqman-ku. O'zlari uchun qurgan, endi mablag'larni sotilyapti. Bu yoqda sanuzel. Yuvinish xonasi mana. Sanuzel ham cho'pli pol ekan. Issiq oyoqdagi. Ariston, kir mashina hammasi o'rnatilgan. Ideal holatda, gap yo'q mana. Ko'rishinglar mumkin. Eshiklari hamma xonaniki MDF ko'ryapsizlar. Bu tarafda bu yerda ham yotoqxona xolasanglar, kattalarga xolasanglar, kichkinalarga. Oynalari tashqariga qaragan. Har bitta xona to'pli pol qilingan. Hammasi to'pli pol. Atapleniya nega ko'rinmayapti deb
qiziqqanlarga aytib qo'ying, hammasi cho'kib bo'ldi uydagi. Gap yo'q. Tak. Endi tashqariga chiqamiz, tashqaridan aylanib orqani ko'rsatib olamiz. Xonadonni ko'rdinglar, ko'rsatib oldik. Hovlini bitta ko'rsatib yuboraylik. 2 sotiklik joyimiz, tayyor uy-joy, 100% pishgan qishga qurilgan, 53500 so'ralyapti. Endi orqa tarafiga o'tamiz. Orqa tarafdagi joyini ko'rsatamiz. Xo'sh. Orqa tarafda ham ancha joy bor. Mana dala ko'ryapsizlar. Katta yaylov. Formani boqsa bo'ladi. Mana, bankga chiqib bemalol ko'rsatavering. Mana. Anchagina joyi bor. Bemalol bir 25-30 ta qo'y sig'adi. Ko'ryapsizlar? Setka bor, setkani shunday ochasizlar, mana dalaga chiqib ketyapti. Joy zo'r, lokatsiya zo'r. Bemalol kelib savdolashib olaveringlar. 53500 so'ralyapti xonadon. Yana o'tib kelishtirib beradi. Yana eslatib o'taman. Toshkent viloyati Nurafshon shahri Muqimiy mahalla fuqarolar yig'ini Shodlik ko'chasida turibmiz. Nurafshon shahri sentrida 2 sotikli xonadonimiz $53.500 so'ralyapti. Pastda ekrandagi raqamlarga aloqaga chiqinglar. Sog' bo'linglar.